Assalomu alaykum. Bugungi ma'ruzamizda tibbiy ekologiya, aholi yashash joylarini tozalash muammolari, chiqindilarni yig'ish, olib ketish va zararsizlantirish muammolariga bag'ishlanadi. Ekologiya tabiatdagi jonli va jonsiz obyektlarning o'zaro ta'sirini o'rganuvchi fandir. Yekkil ta'rifiga ko'ra, ekologiya maxsus fan bo'lib, yashash uchun kurash sharoitida, ya'ni tabiatdagi juda murakkab o'zaro bog'liqlik va o'zaro munosabatlarni o'rganuvchi fandir. Inson ekologiyasi esa bu inson va atrof muhit o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni o'rganadigan fan hisoblanadi. Hozirgi sharoitda inson uchun muhim bo'lgan atrof muhitdagi o'zgarishlar quyidagilardan iborat. Birinchidan, yer yuzasining cho'llarga aylanib borishi, tuproq muhitining yalpisiga sho'rlanib borishi, planeta bo'ylab iqlimning o'zgarishi, yer yuzasi va suvlardagi o'simliklarning yo'qolib borishi va asosiysi atrof muhitning ifloslanishi kuzatilmoqda. Atrof muhit fizikaviy, kimyoviy, biologik va psixogen omillar bilan ifloslanmoqda. Fizikaviy ifloslanishlarga shovqin jadalligining o'sishi, texnogen radiatsiya, elektromagnit maydon, statik elektronishlar va shunga o'xshaganlar kiradi. Kimyoviy ifloslanishlar ksenobiotiklarning atrof muhitga ko'p miqdorda tashlanishi bilan xarakterlanadi. Atrof muhit obyektlarini yangi turdagi mikroorganizmlar va ularning yashash mahsulotlari bilan ifloslanishi biologik ifloslanishni yuzaga keltirmoqda. Psixogen ifloslanishga internet, ommaviy axborot vositalari va noformal tashkilotlar tomonidan yuborilayotgan turli xildagi informatsiyalar. Atrof muhitning ifloslanishi pozitsiyasida inson ekologiyasining zamonaviy xususiyatlariga ekologik avariyali va halokatli zonalarning paydo bo'lishi, masalan, Chernobil atom elektrostansiyasidagi avariya yoki ekologik halokatli zonalar, bu Orol bo'yi mintaqasi, biologik zo'riqqan xavfli zonalar, gigiyenik reglamentlarning stabil ortib borishi, ya'ni fizikaviy, kimyoviy, biologik omillarning ortishi bilan xarakterlanadi va kam jadalliklar omilda ta'sir bo'lgan zonalar tafovut etiladi. Biz uchun muhim bo'lgan tuproqning quyidagi fizik va kimyoviy ahamiyati gigiyenik nuqtai nazardan muhim o'rin tutadi. Birinchidan, bino va inshootlar, dam olish maskanlari uchun qurish uchun va hamda chiqindilarni yo'q qilish uchun yer ajratishda, patogen mikroorganizmlar va gelmentlarning tuxumlarining tuproqda saqlanishida, tuproqning o'z-o'zidan tozalash jarayonining uning fizikaviy mexanik xususiyatlariga bog'liqligida. Tuproqning kimyoviy ahamiyati, tuproqning kimyoviy tarkibining ahamiyati quyidagilardan iborat bo'ladi. Tuproqda o'sadigan oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi mineral moddalarning miqdorini belgilaydi. Yer osti suvlarining kimyoviy tarkibini belgilaydi. Shuningdek, biokimyoviy viloyatlar paydo bo'lish xususiyatlarini belgilaydi va yuqumli bo'lmagan endemik kasalliklarning rivojlanish ehtimolini belgilaydi. Biz bilamizki, tuproq ko'p turdagi mikroorganizmlar bilan ifloslanadi va ko'pgina mikroorganizmlar patogen xususiyatga ega bo'lib, ular inson organizmida yuqumli kasalliklarni chaqiradi. Kasallik tarqatuvchi mikroorganizmlarning turiga qarab, ularning tuproqda yashash muddatlari ham turlicha bo'ladi. Masalan, qorin tifi qo'zg'atuvchisi 2 haftadan 12 oygacha tuproqda o'z virulentligini saqlaydi. Ichburuq qo'zg'atuvchi esa 1,5 haftadan 9 oygacha, vabo 1 haftadan 4 oygacha, sil kasallik qo'zg'atuvchisi 13 haftadan 7 oygacha saqlanishi isbotlangan. Har yili planetamizda qattiq, suyuq va gazsimon moddalar bilan ifloslanadi. Har yili planetamizga 100 milliard tonnadan ortiq qattiq chiqindilar, 2000 kilometr kubdan ko'p oqova suvlar, 25 milliard tonnadan ko'p is gazi tashlanadi.
Atrof muhitimizni ifloslanish manbalari bo'lib, shahar joylarda sanoat korxonalari, avtotransport, yoqilg'ilarni yoqish, xo'jalik chiqindilarini yoqish, aeroportlar kirsa, qishloq joylarda pestitsidlar va mineral o'g'itlarning qo'llanishi, chorvachilik, parrandachilik, shuningdek shahardagi chiqindilarning qishloq xo'jalik chegaralarida tashlanishi bilan qishloq joylarining ifloslanishi kuzatiladi. Chiqindilarning yig'ilish ko'rsatkichlari bir yilda har bir odam uchun maishiy chiqindilardan qattiq chiqindilar 160 kilogramdan 260 kilogramgacha to'planar ekan. Bu kuniga 0,7 kilogramni tashkil etadi o'rta hisobda. Suyuq chiqindilar kuniga 9 litrdan tashkil etib, bir yilda kamida 3250 litrgacha har bitta odam suyuq chiqindidan chiqaradi. Masalan, Toshkent shahri bo'yicha qattiq chiqindilar 1900 tonna kuniga bo'lsa, suyuq chiqindilar 24 ming kub metrni tashkil etadi. Bu juda ham katta miqdordagi chiqindilar va uni o'z vaqtida yig'ib olib zararsizlantirmasa, nafaqat shaharning ifloslanishiga, balkim turli xil yuqumli kasalliklarning rivojlanishiga ham olib kelishi mumkin. Qattiq chiqindilarni olib chiqib ketish tizimi quyidagi bosqichlardan iborat bo'ladi. Birinchidan, yig'ish, olib chiqib ketish va ta'sirini kamaytirish. Ta'sirini kamaytirish kompostlash usulida, axlat tashlash maydonida, qayta ishlash zavodida yoki axlatni yoqish zavodida amalga oshiriladi. Suyuq chiqindilar esa yig'ish yo'li bilan oqizish va ta'sirini kamaytirish shahar joylarida, qishloq joylarda yig'ish, transportirovka qilish va ta'sirini kamaytirish yo'li bilan zararsizlantiradi. Ta'sirini kamaytirish assenizatsiya dalalarida, chopiladigan yerlarda, kanalizatsiya va filtrlovchi quduqlarda amalga oshiriladi. Hamma zararsizlantirish usullari quyidagi talablarga javob berishi lozim. Birinchidan, chiqindilar zararsizlantirilgandan so'ng epidemiolog jihatdan xavfsiz bo'lishi kerak. Ikkinchidan, chiqindilarni tezlik bilan zararsizlantirish qanchalik tez boshlansa, shunchalik samarali bo'ladi. Uchinchidan, uy pashshalarining rivojlanishi va kemiruvchilar uchun yaxshi sharoit yaratilmasligi kerak. To'rtinchidan, organik moddalar va ularning birikmalarini tezda va ishonchli zararsizlantirish lozim. Yer osti va ochiq suv havzalarini ifloslanishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Shuningdek, inson hayoti uchun xavfsiz va maksimal ravishda chiqindilardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga tibbiy chiqindilar ham chiqarib turiladi. Yiliga davolash profilaktik muassasalardan bir koyka uchun o'rtacha 400 kilogramdan ortiq chiqindilar hosil qilinadi. Shundan 20-30% xavfli chiqindilar hisoblanadi. Ushbu tibbiy chiqindilarning 30% dan ko'prog'i stafilokokli flora bilan zararlangan, 27% ga yaqini ichak tayoqchasi bilan zararlangan, 21% gram manfiy fermentlanmaydigan bakteriyalar bilan zararlangan, 15% ga yaqin esa gram musbat sporali tayoqchalar bilan zararlanishi isbotlangan. Tibbiy chiqindilarning manbalariga davolash profilaktik muassasalari, laboratoriyalar va tajriba markazlari, morg va avtopsiya markazlari, hayvonlarni tekshirish va test o'tkazish laboratoriyalari, qon saqlash, qon olish, qon saqlash, qon quyish markazlari, shuningdek qariyalar ro'y kiradi. Chiqindi quyidagi turlarda bo'lishi mumkin. Bu tibbiy chiqindilar: infeksion chiqindi, o'tkir predmetlar, laborator chiqindilar, patologik chiqindilar, kimyoviy moddalar, dori preparatlari, radioaktiv chiqindilar va og'ir metall chiqindilari bo'lishi mumkin. Infeksion chiqindilar bu qon va qon mahsulotlari va boshqa suyuqliklar bo'lishi mumkin. So'lak, sinovial suyuqlik va hokazolar. Bundan tashqari, izolятordagi bemorlardan chiqadigan chiqindilar, ifloslangan asbob uskunalar va materiallar yuqumli chiqindilar qatoriga kiradi. Tibbiy chiqindilarga tibbiy tig'li predmetlar ham kirishi mumkin. Bularga shpritslar, ninalar, bir martalik skalpel, lezbiyalar kiradi.
Laboratoriya chiqindilariga muhit, kulturalar, qo'zg'atuvchilar shtammlari, bionamunalar, emlash va test to'plamlarining konteynerlari kiradi. Patologoanatomik chiqindilarga esa mikroskopik preparatlar, patologik preparatlar kiradi. Patologik moddalarni tutuvchi chiqindilar albatta markirovka qilingan va dezinfeksiya qilingan bo'lishi lozim. Endi atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha olib boriladigan tadbirlar quyidagi yo'nalishda amalga oshiriladi. Birinchisi ma'muriy yo'nalishdagi tadbirlar, ikkinchisi texnologik, keyingisi sanitar texnik, rejalashtiruvchi va umum sanitar tadbirlardir. Ma'muriy chora-tadbirlar majmuasiga birinchidan atrof muhit muhofazasi bo'yicha qonunlar ishlab chiqish va ularning bajarilishini nazorat qilish, jarima sanksiyalarini solish, sanitar me'yorni buzgan obyektlar faoliyatini to'xtatish va nihoyat jinoiy javobgarlik tortish ham ma'muriy chora-tadbirlar qatoriga kiradi. Texnologik chora-tadbirlarga yangi chiqindisiz texnologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga qo'llash, yangi yoqilg'ilarni qo'llash, chiqindilarga ikkilamchi ishlov berish kabi chora-tadbirlar kiradi. Sanitar texnik chora-tadbirlarga havoga chiqariladigan chiqindilarni tozalash, suyuq chiqindilarni suvga tashlashdan oldin tozalash, shuningdek ishlab chiqarishda yopiq siklik suv ta'minotini qo'llash sanitar texnik chora-tadbirlar qatoriga kiradi. Rejalashtiruvchi chora-tadbirlar atrof muhitni ifloslantiruvchi obyektlarni aholi punktidan iloji boricha uzoqroqda joylashtirish, sanitar himoya zonasini tashkillashtirish, aholi punktini oqilona rejalashtirish, ya'ni shamol gulini inobatga olgan holda aholi punktini rejalashtirish. Bu chora-tadbirlar atrof muhitni ifloslantirishni kamaytirmaydi, lekin aholi uchun xavfni kamaytiradi. Umum sanitar chora-tadbirlarga aholi yashash punktlarini ko'kalamzorlashtirish, o'rmonzorlarni tiklash, ko'cha, proyezd, trotuarlarni asfaltlash, ko'cha, proyezd, maydon, mikrorayon territoriyalarni muntazam tozalash va suv sepish ishlarini amalga oshirish. Yig'ishtirib turilgan joy toza emas, balki ifloslantirilmagan joy toza degan naql bor. Shuningdek, biz hech qachon quzuqdagi suv qurimaguncha suvning bahosini hech qachon bilmaymiz degan maqol ham bor. Mahatma Gandhi tabiatning sabr-toqat chegarasi bor. Insonlarning shafqatsizliklari me'yordan oshganda u qasos olishni boshlaydi degan. Shuning uchun tabiatni asrab-avaylash har birimizning burchimizdir. Diqqatingiz uchun katta rahmat.